Ha, bir Assalomu alaykum. Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi aka? Rahmat. Ha, nima qilyapsiz? Jobir akamga. Yangi kurtkalar kelgan ekan. Hop. Internet do'kon ochilgan. Aha. Shunga kurtka olaymi bir haftada? Jobir akam oldi. Chiqibsiz. Bir yangilik eshitib kelyapmiz. Hop. Jidakapada kallapacha go'shtlar pishirib sotilyapti ekan. Daraga eshitib kelyapmiz. Sizlarga ham daraga bor. Bordi-da, bordi. To'g'ri. Bizga gapimizda kallapacha go'shtlari ochildi. Ha. Yangi ochildi. Borib bo'lmasa bir kamiga baho beringlar. Mayli, obora. Siyta burada o'zimizda. Aha. Ketdik bo'lmasa. Ketdik. Manzilni ham ko'rib olasiz. Ha, bo'ldi. Ketdik. Baxtiyor aka, keldik mana Kallapocha markaziga. O'sha siz qidirib so'ragan joyingiz xuddi mana shu joy. Zo'r. Yaxshimi? Zo'r. Endi kalsiy sho'rva bor. Kalsiy sho'rva bor. Bir tatib ko'rasiz Sardor. Buni endi ta'mni bilaylik-chi, baho beramiz endi. Bo'ldi. Kalsiy sho'rvadan bering-chi Ahmadjon aka. Qani Sardarbesan tuzini ko'raychi. Maqtaganlarcha bor ekan lekin. Yaxshimi? Zo'r, gap yo'q. Sardordek qalay? Ajoyib. Men ham bir ichib ko'raychi. Maqtaganlarcha bor ekan lekin. Ahmadjon aka, zo'r. Baxtiyor aka, qalay go'shtlar? Zo'r. Umuman gapirish Ham ajoyib, kelganimizga afsus qilmadik. Salomat bo'linglar. Mana kalsiy sho'rvalar, go'shtlar, assortiment go'shtlar. Ahmadjon aka 1 minutga endi, aka. Hop. Qachon bo'lyapti sho'rvalar, aka? Bu sho'rvalarimiz ertadan bomdod namozida birinchi qozonimiz, mana kichkina qozonimizdagi tayyor bo'ladi. Bu qozonimiz soat 1-2 ga ikkinchi qozonimiz tayyor bo'lyapti. Demak, bir kunda 2 mahal. Bir kunda 2 mahal qozon qaynatib, ikkita qozonimiz ham tugayapti, xudoga shukr. Salomat bo'linglar, aka. Ishlaringizga omad tilaymiz. Azizlar, kelinglar, o'zimizda Jidakapamizda ochildi Kallapocha go'sht markazi. Pokiza, ozoda, mana o'zimiz ham yeb ko'rdik. Xolis fikri mana Baxtiyor akalarim berishdi. Rahmat, umuman gap yo'q. Yaxshimi Baxtiyor aka? Zo'r. Juda ajoyib, zo'r ekan. Salomat bo'linglar, barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ishlaringizga omad aka.